bizning muhabbat bobidagi barliq tasavvurlarimiz va madiylarimiz vatan degan birli so'zga mujassamlangan. Chunki bizning har bir tiniqimizga vatanning, el yurtning hidi yo'g'rilib ketgan. Biz uchun arzimas ko'rinadigan bir zarra chang, muhojir vatandoshlarimiz uchun bir zarra nurdir. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamizda biz yozg'ich Tursunon Yunus xonimning Şinjan Xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan vatanparvarlik melodiyasi bo'lgan Vatan Söygüsü romanı haqida suhbatlashishni loyiq topdim. Men suhbatni boshlashdan avval 8-mart Xalqaro ayollar bayramini qizg'in tabriklayman. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmon qadar tashrif qildi. Bular Vatan Söygüsü nomli romanning muallifi Tursunon Yunus xonim. Şinjan Xalq nashriyatining kandidat oliy muharriri Gulbahor Ahad xonim. O'zingizni to'liq baxtli his qilasiz. Mush jarayonda o'ylaganlarimning hammasi mening mush adabiy ijodiyatimga zo'r asarda yo'ritilgan tema yangi. Tursunayda hamda mushu adabiy ijodiyat bilan shug'ullanganingiz uchun o'zingizni to'liq baxtli his qilasiz. Shundoq. Men kichik vaqtimdan tortib she'r, qo'shiq, kitob o'qishga amroq edim. Ham Qashqardek nayti maddalar so'zlab turadigan, qo'shiqlar aytilib turadigan, nurg'un so'rinlarda shunday mashratlar bo'lib turadigan shaharda o'sganligim uchun adabiyotning kichkina urug'i qalbimda edi. Shuning bilan Şinjan institutiga kelgan vaqtlarimda bo'lsin, shu adabiy ijodiyat haqida nurg'un kitoblarni o'qigan. 80-yili Urumchiga kelish bilan o'zimning baxtli yillarim boshlandi. 81-yildan tortib ham kechlik gazeta muxbir, ham o'zim qo'lim qalam elib hikoya, povest, romanlarni yozishga musharraf bo'ldim. Hozirgacha o'zimni eng baxtli sanaydiganim, garchi adabiyot fakultetida o'qimagan bo'lsam-mu, o'zimning shu adabiyot sohasiga bilimim ancha zo'r bo'lmasa-mu, turmushni tushunish, xalqning qalbidagi ahvozlarni tushunish va tilaklarini tushunish yuzasidan yozgan kitoblarim xalq ommasida yuz ko'rishdi. Buning uchun intayin xursandman. Undaqda shu adabiy ijodiyatdan shug'ullanishdan iborat bu xil baxt sizga qanday nasib bo'lgan? Men 1959-yili Şinjan institutiga kelgan vaqtimda adabiyot fakultetida o'qiyman desam, san'at fakultetida qabul qilindim. Shuning bilan san'at fakultetida o'qib, usul artisti bo'ldim. Keyin meni sotsialistik tarbiya xizmatiga avatdi. 80-yillar qaytib kelgan vaqtimda meni bir Urumchidagi dangliq itakmal do'koniga prikaz chiqib tushiribdi. Bunun o'z vaqtida o'kindim. Bu yerdagi umrim 16 yil o'tib ketdi. Mush jarayonda o'ylaganlarimning hammasi mening mush adabiy ijodiyatimga zo'r turtki bo'ldi. Shu jarayonda xalqningki ahvozlarini, jamiyatni, turmushni, töven tabaqalar bilan yuqoridagilarni, ziyolilar bilan ichlarni orasidagi nurg'un narsani tushunib ketdim. Ki o'ylab baxsam bu garchi menga shu vaqt eg'ir kelgan bo'lsa-mu, hayotning har bir daqiqalaridagi har bir inchki vositalarni o'rganish fursatim bo'ldi deb o'zim xursand bo'ldim. Shuning bilan adabiy ijodiyatga mo'l tajriba va mo'l vaqalar menga nasib bo'ldi. Mayli san'at kasbidan shug'ullanaylik, mayli adabiyot kasbidan shug'ullanaylik, ikki bir-birini to'liqlaydigan panandi. O'zingizning shundaq san'at kasbida o'qib qolganligingiz, xos adabiyot kasbida o'qiganligingiz uchun pushaymon qilmaydigansiz. Pushaymon qilmayman. Men o'yladimki, san'at insonlar ortlanmaydigan bir fan ekan. Agar bir odam san'atni o'qib, keyin boshqa bir fanni o'qisa, u o'zgacha. Garchi tabiiy fanni o'qisa, san'atlik bir xil yashaydi ekan degan nisbet keldim. Ama aynı vaqtida buni his qilmagan. Yosh, o'zim nurg'un narsalarni tushunmay, hozir o'ylab baksam, san'at insonga intayin zo'q berishlaydigan bir kasbga. Gulbahor har qanday bir asar nashriyatga topshirilganda cho'qim uniki nashriyatga tahrirlik halqalari bo'ladi. Asar nashriyatga topshirilgandan keyin shu asarni o'qib, bağlab, ondan chiqarish yoki chiqarmaslikni bekitilgan gapamiz. Siz çoğanda muşu eserinin qaysi taraflarga asosan sizlar bu romanni nashriyatda nashr qilish planini vujudga chiqardinglar. Bizmi asar o'qigan vaqtimizda, asarga baho bergan vaqtimizda voqelikchinmi, turmushchilik bormi, voqelik qiziqarliqmi, tarbiya ahamiyati bormi, bozorligi bormi degandek mushta nurg'un jihatlardan chiqish qilib asarga baho beramiz.
Men bu əsərini işxanda vaqt çıxaramay, öyge ekitib oxudum. Öyge ekitib, birinci gün akşamı keşik tamaqdan keyin əsərini qo'limga ilib, o'tirib bir o'qib ekanman. O'qigancha vaqalik ichiga qiziqib ketib, shu bir o'tirishimda originalda 300 betga yaqin mazmunni o'qib tugitibman. Shuning bilan atsimi oldirdim bu istikrak o'qib tugitay deb. Atsimi o'yganimni yana shunda qiziqish ichida bu asarni o'qib tugatdim. Bu asarning menga ta'sir qilgan yeri shu bo'ldiki, birinchisi asarda yoritilgan tema yangi. Uningda shu Sovet ittifoqiga ko'chib chiqib ketgan Uyg'urlarning kechmishlari yozilgan. Yana birisi bu asarningki vaqalik jiddiy. Ta'sirchanlik kuchlik, anki boshdan oxir izchillikka ega. Gerçi ommabop asar bo'lsa-mu, uningda oddiy bir dialog, oddiy bir voqealar orqali personajningki ichki mohiyatini qizishga olaydi kuch chiqarilgan. Endi yana bir tarafi har qaysi davrning olaydligi, davr ro'yi chin aks ettirilgan. Ana shu nuqtalardan men avtorningki oqniyati pak ta'risingan bu asarni o'qirmanlarga tezroq yetkazishga oldirdim. Shu asarni qo'lga ilib bir yilning ichida o'qirmanlarga yetkazdik. Shu Vatan sevgisi adlı romanninki ro'yobga chiqishida cho'qim ma'lum bir sabab bo'lsa kerak. Bu tema izchil davomlashib kelayotgan muqaddas tema. Biz vatanni shundoq sevamiz ketdik. Ko'z yoshlar to'xtamadik. Vatan sevgisi adlı bu romanga qaraydigan bo'lsak, roman hali cho'ng hajmli roman. Roman 3 qismdan tashkil topgan. Birinchi qismi Ansiz yillar, ikkinchi qismi Vatan sevgisi, üçüncü qismi Tashlanib o'tgan kunlar. 3 qismga bo'lingan, uning ustiga Uyg'ur adabiyoti uchun yangiroq bir tema bo'lgan. Shu Vatan sevgisi adlı romanninki ro'yobga chiqishida cho'qim ma'lum bir sabab bo'lsa kerak. Unda bo'lganda Tursunayda siz qandaq bir omildan turkisira shu romanni yozib o'ylab qoldingiz? Men 1989 yılı 1990 yılı ikki qitim Almata, Toshkentlarda ziyoratlarda bo'ldim. Shu yerdagi yozuvchilar, shoirlar, nurg'un vatandoshlar bilan uchrashdik. Hammasi shu asham ikkimizni kalsaklar, qadrlik yurtdoshim bir suyib olsam, seni bir quchoqlasam deydi. Voy yo'q, biz unda suyish quchoqlashlar yo'q desam, sizlarni so'ysak vatanni so'ygandek bo'lamiz. Sizni quchoqlasak vatanning 7 kiloda unda qilmanglar. Biz vatanni shundoq sevib ketdik deb ko'z yoshlar to'xtamadi. Qaytib kelgandan keyin uzun yilga Ulamdan zaril ketmedi. Onun için biz sevdik bana vaxtımızda nurgun kişilerle görüşsek, biz vatanını sevdik, vay vatanını kessek, bu tükendek, şundak sözlüsem, ben içimde bulanı oturmuş, biz de yaxşıken. Asıl birden maşina, çoğun öy, parvaylık, hem oturmuş yaxşı. Acayip gitmediğimde o da düşünmektiken ben. Her bir adam öz vatanından ayrılğanda vatanının kadrini en bilediken. Ula vatanından ayrılıp, şu vaxtıda vatanının kaçlık, kudret ekanligini, vatanning qanchalik illiq makon ekanligini tushunganlikni o'qidim. Shu ta'sirlar asla o'zimningki ixtiyorimga boqmay bu romanni yozib soldim. Kitobni yozayotgan vaqtimda shu kishilarning so'zlari esimga keldi. Shu kishilarning yig'izalarini quloqimga anglandi. Balkim mendan qobiliyatim yaxshi bo'lmag'achqa u darslarni yaxshi yozolmagan bo'lishi mumkin. Ammo shu ko'rganlarimdan bir tomchi suv sundim deyalayman. Unda Gulbar Vatan sevgisi adlı romanninki shu ideyasiga munosabatli fikrlar haqida o'ylaganlaringizda baqamsiz? Bo'ldi. Bu romanda davatimiz başdan oxir vatanparvarlik ideyasi singdirilgan. Bizning hozirgi zamon adabiyotimizda bu tema izchil davomlashib kelayotgan muqaddas tema. Endi mening his qilishimcha bu asarda bu temaning ifodalanishidagi bir ustunlik nima deganda bu ustunlik bu asarda vatanparvarlik nayt cho'ng ishlarda dabdabilik, bundaq saltanatli ishlarda vujudga chiqadigan bir g'oyivona hukm bo'lib qolmagan. Balki avtor mushu ideyani ilgari surishda o'ziga xos bir ijodiy yo'lni tutib, bu vatanparvarlikni konkret real turmushga qaytarib kirgan, ya'ni ijtimoiy axloq, kishilik turmushdagi hamma mohiyatli taraflarga kirgizgan. Bo'libmi shu chet eldagi Uyg'urlarning har kuni, har soat, har daqiqada vatanni seg'inishi, pushaymonlari, ohuzorlari naytdan ta'sirini bezilgan.
Андый şu авторныңки мушындак bir hayat baxsh temini g'aybi dunyodan mushu real dunyoga, real ijtimoiy hayotga akirib, adabiyotımızın keng sahnasida mushuni uchrashtirganligi meningcha mushu romandagi muvaffaqiyatga chiqqandir. Shu yerdagi bu 3 ayol personajninki muhabbat tragediyasi odamni qattiq azoblaydi. Çiğnediğen, hem uların şarap his kılıdığan, menge unutulmaydıgan, iftiharlık his kılıdığan bir şey. İşte bilimim. Tursunayda asar baş kahramanı Hasanjon, Mahmud Qari qatorliq bu shaxslarninki asarning 5 yillar biz bilan yuz ko'rishning o'zi bizningki shu 30-yillardagi vaziyat bo'lgan tushunchamizni, shunaqla vaziyat to'g'risidagi shu bahoyimizni aksar to'lgan ekan. Undan boshqa asardagi yana bir taraf personajlarning shu ayol personajlarning obrazini va xarakteristikasini yo'rtishga alohida kuchapsiz. Masalan, asardagi Oyim, Rayhon, Zulfiya qatorliq personajlarning alohidligini, xarakterini, obrazini yaxshi yoritibsiz. Hamda bu personajlardan Rayhon bilan Oyim 30-yillarda shu boshqa o'zining qandaşlara qo'shib yaxshi chiqib qolgan. Undan keyin Zulfiya shu yerda tug'ildi. Uningki o'g'li Jurat shu Toshkentda tug'ildi endi. Lekin shu yerdagi bu 3 ayol personajninki muhabbat tragediyasi odamni qattiq azoblaydi. Oyimning beshig'i kelgan muhabbat tragediyasi Rayhonning beshig'i keladi. Rayhonning beshig'i kelgan muhabbat tragediyasi xuddi udum qolgandek Zulfiyaning beshig'i keladi endi. Unda qo'yni siz mush personajlarninki shu muhabbat tragediyasi haqida to'xtalib baqamsiz. Oldu. Oyim oddiy dehqon qiz. Sodda, o'yliq, mundaq bir tek qarshi turishni o'qimaydigan, yaxshi qizdi. Endi u kelgandikin qandaqdir u yerda. Kolxoz raisininki biz chiqib qoldi. Shunlar uning aytdi nurg'un bomog'ir ishlarni qildi. Hatto bir ish qitim o'zining qizi Rayhon bu ishlarni ko'rib qolgan ekan. Bu ayol intayin azoblandi. Men agar mushundaq turmush oldida Hasanjonga qanday qarayman? Xalqning oldida qanday beshimni ko'tirman deb bu ayol intayin azoblanib, axir shu yerdagi yerlik ayollar shunday qiladi ekan. O'zi bir narsa uchrab qolsa, chidamaganda o'ziga birdan yo kirsini yiqib o'lib oladi ekan. Bu shu yo'lni tanladi. Uning uchun bu Rayhon hamda bu apsniki qoldi. Xuddi u kolxoz raisi bo'lgandek buningga yepishib oldi. Yepishib olganki Rayhon bunday ojizlik qildi, biroq u apsning tajribasi. Apsning asar guzashini o'ylagan ekan kolxoz raisiga bunday aytdi. O'ch bo'lib yashadi. Zulfiya to'y qildi, Toshkentda o'zidan birga o'qgan chiroyli yigit bilan baxtxushal bo'ldi, baxtli his qildi. Yurtga ketmoqchi bo'ldi. Shu oraliqda ular yigitniki otasining tashig'i berib, chiroyli qaynab turg'i tazim qilib, yaxshi kunlarni o'tkazib, vaqt qo'shib qilib Zulfiya qaytib keldi. Olmas dadasi og'rib qilib yerda qolib qoldi. Dadasining o'limini uzitib, baga vaqtda chibra etilib qoldi. Bularning 20 yil o'sha 30 yilga yaqin bularni hijron azobi tortdi. Demak 3 ayolning vaqasamiz izchillik ega bo'lib ketdi. 3 avlod ashundaq zulm tortib ketdi. Men bu 3 ayolni 3 davrga bag'ishlagan bo'ldi. Har bir davr degan shunday ahvollar bo'lib keldi. Undaqda biz romandagi shu Sovet ittifoqining vatan urushi mazgilidagi Uyg'ur qiz-yigitlarimizning ahvoli shundaqla asardagi bir qism personajlarningki taqdiriga munosabatlik fikrlarni kitobdan o'qib ko'raylik. Romanning 188-189 betlarida asarningki bosh qahramoni Mahmud Qari bilan shu Moskvada ishlaydigan taniqli olim Davlan Xo'jayev o'tirsidagi bir kishnoya jang soladigan bir suhbat bor ekan, bir dialog bor ekan, shuni o'qib ko'raylik. Urush hamma odamning beshig'i bir ofatqo. Bo'libmish Ikkinchi dunyo urushi insoniyat tarixidagi ko'lami eng zo'r. Qatnashgan odam soni eng jiq, chetildigan davlatlar eng ko'p, chiqim ig'ri bo'lgan urush bo'ldi. Bu gap Davlan Xo'jayevning og'zini beryapti. Yurt amonchiligi xalqning baxti. Agar sizlarning yurtda unda qalayimqanchiliklar, urush, talash, o't qo'yish, o'ltirish, chepishlar bo'lmagan bo'lsa, albatta xalq tinch aman, hamma odam o'z tirikchiligi bilan yashagan bo'ladi. Ikkinchi dunyo urush bo'lmagan bo'lsa,
balkim biz xotirjam yashaydik. Bu urushda o'zbek, qozoq, uyg'ur qatorliq ko'p millat jangchilari ajoyib qahramonlik ko'rsatdi. Men bir gazetdan bunday bir xabarni o'qidim. 200 ming uyg'ur o'g'il qizlari jang atlanib tillari dastan bo'g'idek sharaflarga erishgan. 5 nafar uyg'ur jangchiga Sovet ittifoq qahramoni degan nom berilgan. Uyg'ur dehqonlari planni natijasi oshirib o'rlab to'p qo'shgan. Demak, Sovet ittifoqi o'zlarining millionlagan o'g'il qizlarini issiq qonlarini aqtirishi va qurbon berish hisobiga cho'qim hurlikni qo'lga keltirdi. Darvaqa urush shunday dahshatli, fojialik bo'ladi ekan. Onalarning ko'zidan oqqan yoshlar daryo bo'lib oqdi. Ammo bu urushda qahramonlik ko'rsatgan azmatlarni ko'p. Sizlarmi, oilanglarmi shuning ichida qarindishim. Sizlar garchi bu yerga keyin kelgan bo'lsanglarmi, bu yerning sizlarga bergan yer, suv, ne'matlar uchun zo'r badal to'ladinglar. Ularning oqqan qonlari, qurbon bo'lgan jonlari hargizmi bekorga ketmaydi. Balki tarix sahifasida mangu qoladi. Mavlon G'o'jayev Moskvadagi xizmati shuncha aldirash bo'lsa-mu, Rayhonning dadasi bilan erining ish uchun bu ishga mas'ul harbiy komitet ko'p qatim berib, arxivdan izlab tekshirib oladi qildi. Telefonlashib turdi. Urush oxirlashgan bo'lsa-mu, har qaysi frontlardagi jangchilarning arxivlarini aqtirish va ahvolni egilash so'l tutadigan ko'p kuch sarf qilinadigan xizmat bo'lg'achqa, u 15 kun bo'lganda ondan Hasanjon bilan Abdurahmon Osmonovning ahvolini bilishga muyassar bo'ldi. Demak, mana shu Sovet vatan urushida bizningki nurg'un qiz yigitlarimiz Sovet hokimiyati uchun, insonparvarlik uchun qurbon bo'lgan. Baydidoq nurg'unlari har xil mukofotlarga, hurmatlarga nail bo'lgan 5 nafar Sovet ittifoq qahramoni maydon keldi dedik. Bulardan biz misol qilib tövandagi kishilarimizning ismini suyunish ilkilariga olsak bo'ladi. Masalan, buning ichida Sulhiy Lutfulin, Ma'sum Yaqubov qatorliqlarningki ish izlarimni aytdi. Gavdilikkan tarixda. Buning ichida Ma'sum Yaqubov o'zi yolg'iz dushmanningki 18 tankisini bijit qiladi ekanda, o'zimi kim qurbon bo'ladi ekan. Bulardan boshqa yana Moskvani qo'g'dash urushidagi Shavkat degan kishining bizni aytdi, hurmat bilan askariyat ekanmiz. O'zi yolg'iz Moskvani qo'g'dash urushida 50 nemis askarini o'ltirib qo'ygandan keyin oxirida quchoqlashib jang qilish jarayonida qurbon bo'ladi ekan. Undan boshqa shu Sovet ittifoqiningki shu sharq shimoliga besib bergan Yapon alvaslarniki shu kanton armiyasini yo'qotishga kelgan qo'shinlar ichida bizning bu kishi Abdulla Baqiyev deyiladi ekan. Balkim bizning shu sharq shimolni Yapon alvaslarining qo'lidan ozod qilishda balkim shu Abdulla Baqiyevga o'xshash nurg'unlagan jangchilarimizning, yigitlarimizning qonlari aqqan bo'lishi mumkin. Ularning jasadlari shu yerga qolgan bo'lishi mumkin endi. Demak, siz mushularni yozgan vaqtingizda men baylagan mushu materiallarga balkim ta'tiringizda aqdurgan bo'lishingiz mumkin endi. Yuqorida aytgan mushu real shaxslarningki to'pisini qanday qilib romanda aks ettirishni o'ylab qoldingiz tursa edi. Hem bular oyluğunum nima diye vaqtida biz qandaqlı joyga borsak biz bir Uyg'ur. Bizde aşındaq bir yürek var ekan. O polkovnik bir deydi o. Bularda bir qahramonlikdan boshqa bir xil qaramliqim var ekan deb. Bu ehtiyot qilaman desa urushda mumkin emas. Mushu ruh qandaq yetildi desa nurg'a odam yetilmaydi. Men nechun qurbon berishim kerak? Yashashim kerak desa siz uni zo'rmaysiz. Uni bular bizim minnatsiz. Hech qandaq bir odam zo'rlamagan, hech qandaq o'zligidan qilyapti bu ishni. Ixlosi bilan, Bu mana bizningki eng cho'ng darajadagi suyunadigan, ham ularni sharaf his qiladigan, menga unutilmaydigan, iftixorlik his qiladigan bir ish deb bilaman men. Men bir material qarsam, shu oldingi frontda shu razvedchik xizmat ishlayotganlar ishga olib ini bor ekan. Siz mush ishga AKN'ninki shu jangdagi shu razvedchilardagi shu alaylarni, ularning chivarligini, botirligini, shu Hasanjon obrazi mujassam deganda qilasiz. Endi bu ishga AKN shu razvedchilar qo'shinining oldida mangadi ekan. Ularning bir qo'lidir avtomat bo'lsa, dumbisida qashqarg'obi bor. Urushdan tushgan vaqtlarning o'zida shu jangchilarningki ko'ngil vazigara olib ko'ngil ochid ekan, ham usul o'ynab ko'ngil ochid ekan. Kayfiyatni tashlaydi ekan. Bularning qahramonlik izlari bu shu bir nayati tipik aldiki bir material ekan endi. Buni asarda yaxshi aks ettiribsiz. Yana bu ishki AKN'ninki yana bir ulug' to'pisi meni
təsvirlənlərə yeni oldusu işki akeni, şu Sovet Qızıl Armiyası Berlinga hücum qilib turgan vaqtning o'zida eng oldida yana şu qo'shinning oldida yana şu ishki akeni kirgan qarang. Oqibatda şu Reichstag binosi hücum qilishganda bular naiti maqlacha qurbon bo'ladi ekan. Mushki akkuninki şu timsoli şu Hasanjonda o'z qarandib qanday qilib tursin ayda. Agar vaqalarni egalisek shu ishtim roman bo'ladi. Endi men buni Hasanjonning ro'yiga mujassamiz Endi vatanning qadriga yetdi. Vatanning hidi suyi tuprog'i hamma nimiz biz uchun tebulsiz qimmatga. Do'stim, bu qatim apam menga nima bo'yli deymansan? Vatanning qadrini ifodalashdagi sehri kuchi cheksiz bo'lgan. Ammo turmush reallik cheklisidir. Unda Gulbar mushu romanni tayyorlash davomida sizga eng ta'sir qilgan nuqtalar qaysi? Endi men ta'sir qilganlardan bir necha misolga olsam, baş personaj Mahmud Qari jurtida tensiz qillar bo'lib ketdi emasmi? Bo'lgandan keyin o'sha Hasanjonlar bilan yana bir turkum odamlar bilan bular endi erkaklarımdan o'tibman Sovet ittifoqiga chiqib ketmoqchi bo'ldim. Lekin bu Mahmud Qari onasiga buna demaydi. Boshqa jurtga ketimiz deb aytmadi. Ana shunday ishindida, anki bular shu chegaraga kelib yoshirincha o'tadigan chaqda onam shuni bilib qilib, shu yerda shunchalik g'azab tashidi. Kechba o'g'li bilan shu billa manganlarning hammasini qo'shib vijdonni ishlab ketganlar deb qilaydi. Misadiki shu bir jumla so'zning shu yurtning, vatanning ulug'ligi, vatanning qadrini ifodalashdagi sehri kuchi cheksiz bo'lgan. Bular menga ta'sir qildi. Undan boshqa yana personajlarning dialoglari orqali berilgan ba'zi ta'sirli bayonlar bor. Bu qadamda bir uchrab turdi. Masalan, bir personajninki ota-onamning tug'ilgan yurtiga mening muhabbatim cheksiz urg'ib turdi. Osh yurtni hamma kunlarning birda bir ko'rsam, osh orzuimga yetkicha osh yurtdan bir odam kelib qolsa, men bir siqim to'pisini og'ash kelsa, osh to'pini bir yidlab olsam, ko'zlarimga surtib olsam, osh to'pini yenimga saqlasam deydigan bunday ta'sirli jumlalar bor. Bu taraflarimiz menga shunchalik ta'sir qildi, tarligini ishlash jarayonida shunchalik hayajonlanib ketdim men o'zim. Men bir yutqmangan kishiga aytdim, menga 2 kilo to'p og'ash kerak dedim. Agar men vafot bo'lib ketsam, go'rga qo'yganda oldida vatanning to'pisini to'kib, keyingi mavjudning to'pisini qo'ying deb vasiyat qildim deganda mening ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Chunki o'lib ketdi, u ishini o'qimaydi, o'lib ketish kerak ekan, u ishini o'qimaydi. Ammo u odamda shu oxirgi deb qolcha bo'lgan bir xil muhabbat bir bor degandek ashuna. Mashhurlar bir qarab qo'yaylik. Bo'ldi So'kra, dedi Zulfiya. Buni talashmaydi. U yerlar qancha go'zal, qancha yaxshi bo'lsa-mu, u baribir sening tug'ilgan makaning emas. Sen bilmaysan. Vatandan ayrilgan kishi vatan qadrini haqiqiy tushunadi. Apam, yurtim, mahallam, u yana suyi tuproqqa deb so'zlasa, tozi bilmabdi ekanman. Endi vatanning qadriga yetdim. Vatanning hidi suyi tuproqqa hamma nimasi biz uchun tebulsiz qimmatli ekan. Do'stim, bu qatim apam menga nima bo'yli dedimsan? Bir xalq to'pi bo'yli. Agar men Toshkentga yotqidek bo'lsam, vatanning to'pisini avval to'kib, ondan boshqa to'p to'kinglar, dedi. Yana bir do'stimning opasi uzoq yil bo'ldi, o'rnidan tura olmaydi. U ayol ikki o'rim chechin kesib, qiziga tutqizib, "Qizim, bu choshni onamning tuprog'iga ko'mib qo'ygan. Men onamning yenida yotgandek, vatanda yotgandek bo'lay", debdi. O'ylab baqa, sizlar nima degan baxtlik? Sizlar o'z vataninglarning xushalligiga jo'r bo'la olasizlar. Balki xopliqimi ko'zinglarga ko'rinmaydi do'stim. So'zganinki yuqorqi gaplardan biz bayoningizda deyishayotgan nurg'un gaplar hal bo'ladi ekan. 30-yillarda chiqib, keyin vatan urushi qatnashib, undan keyin yana Sovet ittifoqi bilan hukumatimizning munosabati sal zeriklashib, chegirta qilib 20-yildan keyin bular qaytadan chegirtadan kirib, o'zininki vatanga bo'lgan tashnaligini qondirdi ekan. Hamda mushta bo'lganda mushu siz yaratgan asarda yaratgan bir qism personajlarningki reallikda prototipi bada qiladi. Bo'lgandami yana kelib cho'nqur bada qiladi. Mushaqda yaqchan ko'rmanlarmi qiziqish kerak. Sizning bir yurak so'zlaringizni anglab baqsan. Bu asarlarning hammasining prototipi bor. Yigitmi bordi. Zuhrami bordi. Men dek arz qilgandim shu romanim chiqishi. Shular bir ko'rgan bo'lsa degan amaliyotda Almas bilan Rayhon chiqib ketdi. Endi hozir bir qog'im Zulfiya. Zulfiya borda. Zulfiya bor. Zulfiya agar bu kitobni o'qisa, kelsa, inson qo'shib ketadi.
O mening uyimga nurg'un bir do'stini boshlab ketdi ekan. Bir kecha yig'lab shundoq so'zladi. Qachon ketgan? 3-4 yil burun kelgan. Demak, u qiz hozir Toshkentdami? Toshkentda bor. Shu 20 necha yil, 30 yil ashadi. Bolasini cho'ng qilib, shunchalik cho'ng bo'lguncha yo'ldishni ko'ram degan. Uni intayin yaxshi ko'rdi. Almasni. Almasni yaxshi ko'rdi. O shunchalik orzu qildi. Lekin vatan kelgan vaqtida u vatan tuprog'idan besib bo'lishdan ketdi. Men vatanim keldim, yo'ldashimni ko'rdigan bo'ldim, bolarimni ko'rdigan bo'ldim. Hep shunda xo'shal bo'ldi. Biroq ahvol asan bo'lmadi-da. Lekin nurg'un ko'ngilsizlar bo'ldi. Yana oxiri men olmasni yoshni qishib aratdim. Chunki buni sevgan, tunji sevgan qiz edi. 30 yil buning dani tatgan ayol. Chunki cho'qim oldiga berish kerak deb bir almasligini ko'tarib, ashaga berib, doktorxonada yotgan ayolni yo'qlab qo'ydi. Ya'ni bir daqiqa sizga deydiganim, Svetlana bilan Juratning muhabbatini yozdim. Ministr bo'lgan qizning dadasi bu narsani naturally hal qildi. Uyg'urlarning aytdi, e'tiqodchan, o'zining turmush odati bor, yaxshi millat, bizga to'g'ri kelmaysa balam uningga desa, unimidi? Lekin ikkisi yig'lashdik, axir olmay ketgan Moskvaga keyin avatib, ikkisini bir qarliq kechdi, murodiga yetkazib, yig'latib, kuldirib, yana ayryapsizlar. Ikkisi endi to'y qildi. Sen to'y qil. Qaysimiz burun to'y qilsak yaxshi ko'rishimiz ko'nglimiz bo'lsin. Ama biz yaşaylı degandir men. Nimish qundaq dedim? Her bir odam o'zining muhabbatini qadrlash kerak. Ama turmush reallik çökmesi bo'lmaydi. Hijran shundaq davomlashib keldi. Eng axir o'zim xo'sh bo'ldim. Chunki bular hammasi qandaqlikim bo'lmasin bir go'zal turmushga ega bo'ldi deb xo'sh bo'ldim. Vatan sevgisi nomli roman o'sha vatanparvarlikka yangitilgan bir kuy, bir melodiya bo'lish bilan bunun çoxum tərbiyə əhəmiyyəti olğan nöqtələr var. Siz ondaqda məşu vətən söz İslamlıq romanındakı tərbiyə əhəmiyyəti nədə qarayırsınız? Amma hazırki yaşlarımızda çətki çoxumuz ideyası güclü bolğan şunda bir dövrdə bundaq əsərlərin vücudğa gəlişi zəruri əhəmiyyətə ega deyə qarayman. Amma o kişinin yurtidagi asayişlik, esil turmuş degan bu odamga o'tkinchi emas. Ham bizning ko'nlarimizda o'z uyingning xo'shligi, putqolingning bo'shligi deydigan gap bor. Demak, vatan xuddi uyga o'xshaydi. Har qanday odam o'zining uyida erkin yura oladi, ozod yurdi, degan qilgan bo'la oladi. Shuningga o'xshash, ona vatan, ona tuproqda odam haqiqiy ko'klay oladi. Xuddi yurt qo'g'disang, o'sarsan, qo'g'dimsang, o'charsan degan gapga o'xshash, har qanday odam o'zininki tug'ilgan makoni, yurtiga, vataniga butun muhabbatini beg'ishlasa, ondan o'zininki shu fidokorligini ko'rsatsa, ana shu zaminda o'zining hurmatini topa oladi, odamiylik qimmatini topa oladi. Shunga mushu nuqtalardan qaraganda bu asarninki o'zaqqa kelişi, hozirgi yoshlarimizningki milliy ro'yini, an'anaga varislik qilish ro'yini va davr ro'yini o'stirishiga alohida tarbiya ahamiyati bor. Kitob ilm fanning, madaniyatning, tarixning xazinasi. Kitob har bir shaxsning ma'naviy fondi va ma'naviy kamolat guvohnomasi. Kitob bilan o'tgan hayot Gülistondir. Kitapsız ötken hayat zimistondir. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mushayat oxirlashdi. Xayr xo'sh, kelar aksan programmamizni ko'rishaylik. Omon bo'linglar.